Hammangizga bugungi kunimiz keyinli o'tib tilab qolamiz. Pagoda ham sovuq bo'lib turibdi. Ustingizga qalin kiyinuvda maslahat beraman. Endi bizlarda sotuvda mashinalarimiz bor, yuk avtomobillarimiz bor. Bu yoqda ham bor, bu yoqda ham bor. Qarang, bu yoqda T30 modellarimiz bor, al bu joyda esa T32, T52 modellar. Bundan boshqa liniyada juretuvon Shinarай MG mashinamiz bor. Bu обновленный varianti, sebebi buning oldingi versiyalardan farqi bu sep motori bo'ladi, birinchidan 1.5 bo'ladi ob'yomi, hamda bu silinderning hammasi ko'jdan bo'ladi. Jursinda ham farq bor. Ходовой самый darajada shaxsiy shinalgan, shaxsiy silingan, mягкий juvet mashinalarimiz. Endi sizga shunday yuk mashinalar kerak bo'lsa, 173 million so'mdan boshlanadi. Qalisingiz benzindagi narsangiz bo'ladi, qalisingiz заводской gaz установка istelingan narsangiz bo'ladi. Endi bu mashinalarimizning hammasi mana O'zbekistondan chiqyapti. Endigi shaharda siz jeki o'zingizga olib qo'ymasdan, masalan, mekamangizga bo'lma yo o'zingizning firmangizga bo'lma alsangiz bo'ladi. Endi kimda shunday yuk mashinalari yo masalan liniyada yuradigan mashinalar qiziqtiradigan bo'lsa, Shinaray avtosalonimizga kelaverasiz.